unisini bezoperatsiya qilmaydi ekan, yaxshi bo'lmaydi ekan. Bir oydan oshdi mana shu yerda yotibdi. Hurmatli yurtdoshlar, Sankt-Peterburgdagi, Rossiyadagi hamyurtlar, musulmonlar, iltimos qilib qolardim. Hozir mana shu xorazmlik sizlari, xorazmlik opalarga yordam berishlaringizni iltimos qilib qolardik. Birinchi farzandi ekan opani, xo'jayinlari deport bo'lib O'zbekistonga ketgan. Hozir hech qanaqasiga ruxsat berishmayapti dedi. Ya'ni O'zbekistonga olib ketishga chaqaloqni bezoperatsiya hech qanday iloji yo'q deyapti. Kimdir kimga sababchi bo'ladir, ya'ni bu yerda rol o'ynash yo'q. Ya'ni meni qizim ham shunaqa o'lim holatiga kelganda bitta bloger sabab meni qizim hayot yashab ketgan. Pul emas, men qon topolmaganman. Minus qon topolmaganman. Shu bitta istoriya qilib bergandan butun xalq oyoqqa turganda-da. Hech kimni boshiga tushmasin, hech kim menday bo'lmasin, begona yurtda shunday. Mana shu opani farzandini yashab ketishiga kimdir 100 rubl tashisa, kimdir 50 rubl tashisa, kimdir 1000 rubl tashisa, o'sha insonni farzandi bir umr kasal bo'lmas. Bir umr. Agar tasha olmagan taqdiringizda ham shu videoga bitta like bosib, ehson qiluvchi do'stlaringizga, yaqinlaringizga tashab qo'yinglar, iltimos. Men o'zi bunaqa holatda o'zi nafaqat do'stim, dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Deydi, nima degani desam, ana shu yuzilishni перегородок широкий дефект dedi. Ikkinchisi ana o'sha juda nimasi asosiy operatsiyaga вынужден nimasi gipopaleziya dolg'a aorta ekan.